Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Alloh subhanahu va taologa beadad hamd sanolarimiz, payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga durudlar, salovatlarimiz bo'lsin. Siz bilan bizni mana shu muborak Eidul Qurbon bayramiga yetkazgan Allohga hamd sanolar bo'lsin. Bu Eidul Qurbon qanday bayram? Bu haqida nimalarni bilamiz? Bu qanday bir xursandchilik kunki, siz bilan biz mana shu uni bir qadriga munosib ravishda bekitib olishimiz uchun bizdan nimalar matlub bo'ladi? Payg'ambarlar tarixini o'rganar ekanmiz. Payg'ambarlarning otasi bo'lgan Abul Anbiyo Ibrohim alayhissalom qissasida mana shu qurbonlik qilish qissasi bayon qilindi. Ibrohim alayhissalom Alloh taoloning maqtoviga loyiq bo'lgan payg'ambarlardan Abul Anbiyo bo'lgan kishi bo'ldi. Ibrohim alayhissalom haqida Alloh taolo aytadi: "A'udhu billahi minash shaytonir rojim." Bu vafo qilgan Ibrohim edi. Alloh subhanahu va taolo tomonidan Ibrohim alayhissalomga qanday sinov bo'lmasin, qanday imtihon kelmasin, Ibrohim alayhissalom vafo qildi. 17 yoshar yosh yigit ekan, Alloh taoloning tavhidiga odamlarni chaqirdi va qavmi uni o'tga uloqtirishlikni qasd qildi. Ana shu faraxmonga o'tkazib qo'yib, o'tga uloqtirishlikdan oldin bitta so'z aytdi: "Hasbunalloh va ni'mal vakil." O'zini qurbon qilishligini Alloh taolo talab qildi, taraddudsiz hasbunalloh dedi. 85 ga kirganda ko'rgan bir dona farzandi Ismoilni ayoli Hojar bilan hech kim yashamaydigan, ekin-tikin bo'lmagan, hech bir odam bo'lmagan Makka yoki Bakka vodiysiga tashlab kelishni buyurganida so'zsiz itoat qildi. Ana shu bir dona bo'lgan o'g'li Ismoilni o'zini qo'li bilan so'yishligiga vahiy bo'lmagan edi, ishora bo'lgan edi. So'zsiz itoat qildi. Shuning uchun Alloh taolo aytadi: "Va Ibrohim allazi vaffa." Alloh taolo Ibrohim alayhissalom o'g'li Ismoilni Allohning roziligi yo'lida qurbon qilishga tayyorligini ko'rgandan keyin vafadaynahu bizibhin azim. Biz unga boshqa bir qurbonlikni berdik. Ana shu jannatdan chiqarilgan qo'chqorni Alloh taolo berdiki, mana shu Ismoil alayhissalom o'rniga so'yiladigan bo'ldi. Va mana shu kundan boshlab Alloh taoloning roziligi uchun qurbonlik qilishlik Ibrohim alayhissalomdan sunnat bo'ldi. Siz bilan biz so'yadigan qurbonliklarimizning ma'nosi bu: Parvardigoro, biz Ibrohim seni roziliging yo'lida har qanday narsani seni roziligingdan yuqori qo'ymasligiga hujjat bo'lganda biz ham seni roziligingni hamma narsadan ustun qo'yamiz degani bo'ladi. Parvardigoro, siz bilan biz bandalar, seni bandalaring, biz seni payg'ambaring Ibrohimning sunnatidamiz, u kishining millatidanligimiz va seni roziliging yo'lida har qanday narsaga tayyormiz degan ma'noimiz bo'ladi. Biz so'yadigan qurbonligimiz asli Alloh taologa na go'shi, na bir suyagi, na boshqa narsasi yetib bormaydi. Balki bizdan bo'lgan taqvo yetib boradi. Qurbonlikning ma'nosi avvalambor kishi qurbonlik qilar ekan, Alloh taoloning hisobsiz bergan ne'matlarining shukrini adosi, misol ramzi. Bir yil davomida sodir bo'lgan xato kamchiliklarni yuvishliging ma'nosi va keyingi yilga eson-omon yetib borishlikka Alloh taolodan bir duo ma'nosi. Va qolaversa, oilalarimizga, rizqimizga barakat olib kelishligining ma'nosi. Mana shu niyatlarda Alloh taoloning roziligi yo'lida, Alloh taologa yaqin bo'lishlik niyatida qurbonliklar qilamiz. Yana qaytarib aytamiz: Alloh taologa na go'shi, na yog'i, na suviga yetib bormaydi. Alloh taologa bizdan bo'lgan taqvo yetib boradi. Mana shunday bir xursandchilik bo'lgan, bayram bo'lgan kunlar hammamizga muborak bo'lsin.